Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan ba'zi bir kuzatuvchilarimizdan keladigan savollarga javob berib o'tmoqchimiz. Ya'ni Lete jamoasi mana tashkil bo'lganiga salkam 1 yil vaqt bo'ldi. Lete platformasidan foydalanuvchilar soni ham mana 1000 dan oshib ketdi va mana shu foydalanuvchilardan kelgan va foydalanmoqchi bo'lganlardan kelgan ba'zi savollarga bugun javob ko'rib o'tamiz. Demak, quyidagicha savol kelgan. Bu kurs qaysi sinflar uchun mo'ljallangan, nechanchi sinfdan boshlash mumkin? Bizda Lete onlayn platformamiz odatda 1-sinfdan boshlab barcha maktab kurslarini o'z ichida qamrab olgan kurslar mavjud. Undan tashqari matematika o'qituvchilari va talabalar uchun kurslar mavjud va matematikaga qiziquvchi barcha insonlar uchun o'ziga kerakli kurslarni Lete platformasidan topishi mumkin. Ya'ni u yerda nimalar bor? Aytaylik, sizni farzandingiz 2-sinfda o'qiydi. 2-sinf uy vazifalarini uyga kelganda sizni o'sha uy vazifani qildirishga vaqtingiz bo'lmayapti yoki qaysidir ma'noda tushunmayapsiz. Mana shunaqa holatda siz Lete platformasidan o'zingizga kerakli kursni sotib olasiz va farzandingiz o'sha uy vazifalarini bajara oladi va undan tashqari o'rganayotgan darsliklarni yanada mustahkamroq, qulayroq, kuchli o'qituvchilardan ta'lim olgan holda o'rganishi mumkin bo'ladi. Yoki aytaylik, qaysidir bir o'qituvchimiz SAT imtihoniga tayyorgarlik ko'rmoqchi. SAT imtihoniga tayyorgarlik ko'rish uchun ham bizni platformamizda demak qulay imkoniyatlar bor. O'sha SAT kursini oladi va ma'lum vaqt davomida o'ziga kerakli ma'lumotlarni olib foydalanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Lete imtihoniga to'liq tayyorlaydimi yoki maktab dasturini ham qamrab oladimi? Ya'ni maktab dasturini qamrab oladimi? Darslar video shakldami yoki jonlimi degan savollar bor ekan. Demak, yuqorida ham javob berib o'tdim. Demak, Lete nafaqat maktab darsligini, balkim imtihonga har bir yo'nalish bo'yicha to'liq tayyorlab beradi. Masalan, siz o'qituvchisiz, attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rmoqchisiz, toifa imtihonlariga. Bu uchun alohida kursimiz bor. Yoki siz maktab o'quvchisiz, hozirda 5-6-sinfda o'qiyapsiz. Siz uchun ham alohida Lete platformasida shunaqa imkoniyat bor. Darslar jonli bo'ladimi yo yozib olingan video shaklidami degan savol qo'yilibdi. Darslar yozib olingan video shaklida platformada beriladi. Sababi jonli darsga onlaynda hammani bir vaqtda bir joyga to'plash juda ham qiyin hisoblanadi. Kimdadir internet muammosi, yana kimdadir boshqa bir muammolar sababli bir vaqtda to'plash juda ham qiyin bo'ladi. O'zi aslida onlayn ta'lim olishni afzalliklaridan biri shu emasmi? Hamma xohlagan vaqtda, o'ziga qulay vaqtda darsga kirishi emasmidi? Demak, bu narsani hisobga olgan holda bizni 10 dan ziyod o'qituvchilarimiz mavjud. Bu o'qituvchilar kerakli darslarni o'sha yangi ma'lumotlar bilan to'ldirib, video dars shaklida tayyorlab sizga taqdim etishadi. Bizda yozib olingan darslar shunaqa fikr bo'lishi mumkin. Juda ham oldingi 1 yil, 2 yil, 3 yil oldingi yozib olingan darslar emasmi? Yo'q, biz kerak bo'lsa 10 kun oldin yozib olingan darsimizni yana bir ko'rib chiqib, qulayroq fikrlar bilan to'ldirib, yana qayta olib yuklashimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni darslar hozirgi zamon bilan hamnafas holatda olingan, tayyorlangan bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz, testlar va uy vazifalari bormi? Albatta, har bir video darsdan keyin o'sha video darsda mavzuda o'tib berilgan ma'lumotlarga asoslangan uy vazifalari va testlar mavjud bo'ladi. Undan tashqari sizga yana qo'shimcha adabiyotlar ham tavsiya etiladi. Qo'shimcha adabiyotlarni ham vaqti bor o'quvchilarimiz, demak, biz bilan hamkorlikda mentor, kuratorlardan so'ragan holatda ishlashda davom ettirishi mumkin bo'ladi. Keyingi savolimiz, xo'p, agar o'quvchi tushunmasa, qayta ko'rish imkoniyati bormi? Endi bunaqa savolni to'xtalmasak ham bo'lardi. Albatta, onlayn bo'lgandan keyin kerak bo'lsa 10 martalab, 15 martalab qayta ko'rish imkoniyati bo'ladi. Hatto tushunmagan joyingizni o'sha mentor o'qituvchilarga yozib yuboradigan bo'lsangiz, mana shu joyini men tushunmadim deydigan bo'lsangiz, o'sha o'qituvchini o'zi qayta tushunarliroq qilib video dars shaklida olib sizga tashlab berish ham mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz, telefon orqali ham, kompyuter orqali ham ishlasa bo'ladimi?
Xo'p, sizni tajribangiz necha yil, o'zingiz qanday natijalarga erishgansiz? Xo'p, demak, birinchi telefon yoki kompyuter orqali kirishishi menimcha bunda muammo yo'q. Faqat o'sha ma'lum bir akkaunt beriladi, o'sha akkauntga ruxsat berilgan bo'ladi, o'sha akkaunt orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Qayerda, qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar buni imkoniyati bor. Endi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, menimcha bu savol yana ham aniqroq bo'lishi kerak. O'qituvchi haqida so'ralgan, chunki boya aytib o'tganimdek, Lete onlayn platformasida 10 dan ziyod o'qituvchilar birgalikda ishlashadi, hamkorlik qilishadi. Har bir o'qituvchining darajasi eng yuqori darajadagi o'qituvchilar hisoblanadi. Xo'p, har bir o'qituvchilarimiz eng kami bakalavr yo'nalishini tugatishgan, AA+ darajali sertifikat sohiblari, maktabda oliy toifali o'qituvchilar hisoblanishadi. Undan tashqari o'sha o'zini davrida eng yuqori natijaga erishgan o'qituvchilarimiz ham mavjud. Aynan o'zim haqimda to'xtaladigan bo'lsam, o'zim demak o'sha Qarshi davlat universitetini bakalavr hamda magistr yo'nalishini tamomlaganman. Hozirda demak PhD qilish arafasida ketyapman. Undan tashqari o'sha bir nechta martalab A+ darajali sertifikat sohibiman va bir necha marotaba 86+ attestatsiyadan ballarni yig'gan o'qituvchi hisoblanaman. Xo'p, keyingi savolimiz demak, xo'sh, nima uchun aynan sizning kursingizni tanlashim kerak? Boshqalardan farqi nimada degan savol kelgan ekan. Xo'p, ana endi odatda bizga o'xshaydigan kurslar juda ham ko'p. Qaysidir kurslarda mavzular tartibi o'sha bir kishiga, ya'ni har bir kishiga mos holatda emasdir. Ya'ni siz o'qituvchi bo'lishingiz mumkin, lekin qaysidir o'qituvchi, aytaylik, o'sha ancha tajribasi bor bo'lgan o'qituvchi, bilimi ancha yuqori bo'lgan. Agar uni milliy sertifikatga bog'laydigan bo'lsak, B+A darajaga ega bo'la oladigan o'qituvchi. Yana qaysidir o'qituvchi bor, tajriba sal kamroq, bilim ozroq, pastroq bo'lgan o'qituvchi bo'lishi mumkin. Endi ularni bilan bir guruhda o'qiydigan bo'lsangiz, mana shu yerda ozgina farq bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni siz qiynalib qolishingiz mumkin yoki sekinroq o'tadigan bo'lsa, tajribaliroq o'qituvchiga bu zerikarliroq bo'lib qolishi mumkin. Lete platformasida esa har bir o'qituvchi va o'quvchilar o'ziga mos bo'lgan kurslarni nima qilishi mumkin? Tanlab olishi mumkin va o'zlariga mos bo'lgan savol javoblarda qatnashishlari mumkin bo'ladi. Xo'sh, undan tashqari attestatsiyaga tayyorlanish uchun ham kurslar bormi? Demak, buni yuqorida ham aytib o'tdik. Bizda barcha kurslarga start berilgan. Attestatsiya yoki o'sha milliy sertifikat yoki o'sha maktab darslik kurslari uchun, hatto uy vazifalari uchun alohida belgilangan kurslarimiz ham mavjud. Bemalol o'zingizga qulay bo'lgan kurslarda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, kursning narxi qancha? Bir martalik to'lovmi yoki obunami? Bir marta sotib olgandan keyin qancha vaqt foydalana olaman? Xo'p, endi kurslarning narxiga keladigan bo'lsak, o'sha kurslarimizni turiga qarab narxlari ham har xil ravishda shakllangan. Bunga biz bilan demak aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, bular haqida batafsil yana ma'lumot beriladi, chunki sizga kerakli kurslar aniqlanib. Undan tashqari bizda ixtiyoriy to'lov imkoniyati mavjud. Xohlasangiz demak oyma-oy to'lab borishingiz mumkin, xohlasangiz ma'lum bir oyliklar to'lovini oldindan qilishingiz mumkin bo'ladi. To'lovlarda demak hamma imkoniyatlari sizda mavjud bo'ladi. Xo'p, bir marta sotib olganimdan keyin qancha vaqt foydalana olaman? Odatda bizda demak o'sha oylik to'lovlar qildiriladi. Aytaylik, siz bir oylik kursni sotib oladigan bo'lsangiz, o'sha bir oy mobaynida kirishingiz, foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ayrim sabablarga ko'ra, qanaqadir kasal bo'lib qolish yoki boshqa bir muammolar sababli kursga kira olmagan o'quvchilar demak bizni sifat nazorat bo'limimizdan ogohlantirib qo'yishadi va bu ogohlantirishdan keyin sizga qo'shimcha vaqtlar qo'shib beriladi. Agar sizda shunga o'xshash savollar bo'lsa yoki to'lovlar haqida yana ham to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Bizni xodimlarimiz sizga aloqaga chiqib, batafsil yana ham ma'lumotlar berishadi.